so'rasak bo'ladimi? Maxsus rakurs loyihasidamiz va juda ham esda qolarli xotiralar o'sha yerda bo'lgan. Talabalik yillari qanaqa o'tdi? Juda zo'r o'tdi, rahmat. Darsdan qochganlarimiz asosan. 3 yil juda ham ajoyib o'tdi. Unutilmas onlar menga hadya etdi mana shu institut. Rahmat kattakon. Men kursdoshlarimni hech qachon unutmayman. Inson hayoti davomidagi eng zo'r davr bu talabalik davri hisoblanadi. Bugun Namangan davlat pedagogika institutida bitiruvchi talabalar uchun tashkil etilgan Yangi O'zbekiston taraqqiyoti uchun shiori ostidagi tantanali diplom topshirish marosimidan eksklyuziv lavhalarni maxsus rakurs loyihamizning navbatdagi soni orqali tomosha qiling. Assalomu alaykum. Talabalik davringizdagi eng esda qolarli kun qaysi bo'lgan? Eng esda qolarli kun birinchi o'sha magistraturaga qabul qilingan kuni. Albatta dars jarayonida bo'lgan, ya'ni deylik darsimiz bor kuni darsimiz yo'q ekan deb kelmay qolganman, lekin ana shu kuni dars bo'lgan. O'sha ikkinchi kursligimizdagi Navro'z bayramimiz. Magistraturaga byudjetga kirgan kunim men uchun o'ta unutilmas kun bo'lgan. Siz o'qish yillaringizni yodga olganingizda eng birinchi xayolingizga nimalar va kimlar keladi? Albatta kursdoshlarim keladi, ular bilan qilgan sho'xliklarimiz, ular bilan birga qilgan darslarimiz esimizga keladi. Qanaqa sho'xliklar qilgansiz? Darsdan qochganlarimiz asosan. Biz bu magistr davrini ham juda ham bir nima desam bo'ladi, xursandchilik bilan eslaymiz. Nimaga? Chunki mana shu biz uchun juda ham qadrli vaqt bo'lishga ulgurdi. O'qishga birinchi kirgan paytimni eslasam, men bu darajada bo'lmaganman. Juda ham sodda qiz bo'lib kelganman. Biz birinchi qaldirg'ochlar bo'lib kirganmiz. O'shandagi birinchi tadbirimiz, birinchi hayajonlarimiz, o'shalar esimga keldi hammasi. O'zim ustozlarim shu bilim bergan, chunki hozirgi kunga yetishimizga ham mana shu ustozlarimiz sababchi, ularga katta rahmat aytmoqchiman. Kursdoshlarimiz bilan juda qiziqarli darslar o'tganmiz, metodika treninglar bilan. Xudo o'shada nima sahnalar xayolimga keladi. Keyin eng hayajonli payti dissertatsiya himoya paytimiz bo'lgan. Qanaqa o'tdi mana shu 3 yil siz uchun? 3 yil juda ham ajoyib o'tdi. Unutilmas onlar menga hadya etdi mana shu institut. Rahmat kattakon. Men kursdoshlarimni hech qachon unutmayman. Talabalik yillarim zo'r o'tdi. Har safar har doim yangi kayfiyat, yangi sarguzashtlar. Talabalik davringizni qanday xotiralar bilan eslaysiz? Talabaligimiz juda ham quvonchlarga boy o'tgan, juda ham bir o'sha paytdagi muhit, kitobga bo'lgan muhabbat, ayniqsa umuman oliy o'quv yurtimizda, biz o'qigan fakultetimizda darsliklar yetishmasligi juda asosiy muammo edi. Mana hozirgi kundagi sharoitlarga, biz o'qigan paytdagi sharoitlarni solishtirib bo'lmaydi. Hamma yoshlikni zavqi ana shu birgalikda qilingan darslarimizda, birgalikda Buxoro, Samarqandlarga sayohatimizda va birgalikda tog'larga boyagi Mayovka deydi, sayrga chiqqanlarimizda shakllangan hammasi. Do'stlik ham, hozir ham talabalikni eslaganimiz, o'shalarni eslaymiz ko'proq. Eng qiynagan o'qituvchimiz bilan rahmat deb eslaymiz uni. Bitiruvchi talabalarimizga bir og'iz lekin bir umrlik maslahat bera olasizmi? Ko'proq mehnat qilish kerak va ko'proq kitob o'qish kerak baribir. Bitirdim deb oliy ta'lim muassasasini tugatdim, qo'limda diplom bor deb xotirjam bo'lmaslik kerak. Hech qachon ishonchi yo'qotmasin. Namangan davlat pedagogika institutida talabalari hech qachon ishonchi, bu davlatda ota-onani ustozi ishonchi. Ana shunday qilsa bularning yuzi yorug' bo'ladi. Bu dunyoda har bir vazifa berilayotgan imkoniyatni mas'uliyat bilan his qilish kerak. Talabalarimizga kelgusida yaxshi o'zini sohasida mutaxassis bo'lishini tilab qolaman. Avvalambor o'zi bizga bergan bilimlarni, qolaversa o'zidagi bilimlarni qo'shgan holatda mukammal kasb egasi bo'lishini tilab qolaman. Avvalambor shu ilm yilini davom ettirsin. Ikkinchi navbatda Yangi O'zbekiston uchun ayniqsa Namangan davlat pedagogika institutini ravnaqi uchun xizmat qilsin. Shu bayramga kelganimiz munosabati bilan singlimni bitirgani bilan mana shunaqangi yana bir muvaffaqiyatli yo'lni tamomlagani bilan chin yurakdan tabriklayman. Nafaqat singlimni, balki butun bitiruvchilarni, bakalavriat yo'nalishini bitirganlar, magistratura bitiruvchilarini chin qalbdan tabriklayman. O'qisin, hamma o'qisin, ilm olganiga xursand bo'lamiz. Ilmli bo'lsin, madaniyatli bo'lsin.